2026-yilda travertin narxlari ko'tarildimi yoki tushdimi? Qaysi fasonni qilsak bizga arzonroq tushadi va ko'proq xizmat qilib beradi? Hammalaringizga assalomu alaykum aziz obunachalarim. Bugungi videorolikimizda mana shu savollaringizga javob berib o'tamiz. 2026-yilda eng so'nggi zamonaviy fasonimiz travertin kartamero hisoblanadi. Buning xususiyatlari 4 faslga chidaydi, yomg'ir qorni ko'rdim demaydi. Bemalol chang bo'lgan taqdirda ham yuvib olsalaringiz yangidek bo'lib turaveradi. Do'stlar, narxlari 90 ming so'mdan boshlanadi. Bemalol telefon qilib ustalarimizga zakaz bersalaringiz bo'ladi. 12 ta viloyatga O'zbekiston bo'yicha xizmat qilib ko'rsatib o'tadilar. Do'stlar, hozirgi videomizda xonadonimiz 300 kvadrat. 300 kvadratli xonadonga necha puldan bo'ldi va necha kunda bitganigacha aytib o'tamiz. Bittadan like bosib qo'ysanglar, biz videoni boshladik. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahirrohmanirrohim deb video obzorimizni boshladik. Javohir akamiz mana shu imoratimizda travertin qilib berganlar. Assalomu alaykum Javohir aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Aka, 2026-yil bahor oyida travertin narxlari qanaqa bo'lyapti o'tgan yilga qaraganda? Travertin narxlari aka 90 mingdan 130 minggacha boshlanadi. Demak, ko'tarilmabdi. 90 ming so'mdan 130 ming so'mgacha. O'tgan yili ham pastda shunday edi. 8 dollardan 12 dollargacha edi. Do'stlar, mana so'mda aytamiz, narx-navlarini, materiallarini nech pul bo'ladi, barcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoga bittadan like bosib qo'yinglar. Uyingizda travertin qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Barcha informatsiya, ma'lumotlar aytib o'tamiz. Xo'p, Javohir aka, bu xonadonimiz qayerda joylashgan, necha kvadrat va qancha vaqtda qilib berdinglar? Bu xonadonimiz Uchtixon tumanida joylashgan, obshi 300 kvadratga yaqin. Bu xonadonga kartamera fasonni urib berganmiz. Ramkalarning ichiga dojning fasondan urib berib, patchalarni olib berganmiz. Patchalarni yangi dizayn qilganlar va orqasiga svetoidotlar bilan, xo'p, arka tushirganlar. Arkaning ichiga do'stlar, mamlaqangi dojlik fasondagi travertin kartamera qo'yilgan, bunaqa fasoni. Shunday. Zo'r chiqqan. Xo'p, aka, bu bir sloy bo'ladimi yo ikki sloy bo'ladimi? Travertinimiz 2 sloy bo'ladi, laki, atachintosi, travertini hammasi 2 sloy bo'ladi aka. 2 sloydan bo'ladi. Xo'p, sovuqchiligiga, issiqchiligiga chidaydimi? Sovuqqa, issiqqa chidaydi, bemalol artib yuvib olsa ham bo'ladi. Chang bo'lgan taqdirda suv sepib yoki bironta machalka bilan yuvsa ham bo'ladi. Yaxshi, bemalol yuvsalaringiz bo'ladi, do'stlar. Chiroyli chiqqan. Travertin faqat travertin xizmatimi yoki boshqa remont turlari ham bormi ishlaringizda? Bizda faqat travertin bilan kafel xizmati bor ekan. Kafel ham o'zlaringiz qilasizlar? Kafel ham o'zimiz. Shu xonadonning kafelini o'zlaringiz qilganmisizlar aka? Shunday. Mana kafellarni ham o'zlari qilib bergan ekanlar. Xo'p, usta aka, kafel necha puldan boshlanadi va necha pulgacha? Kafelimizning metri 100 ming so'mdan 150 minggacha boshlanadi. Xo'p, 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha ekan kafellari. Xo'p, endi travertinga qaytsak, aka, bu necha kvadrat bo'ldi xonadon? 300 kvadrat. 300 kvadratda necha kishi ishladinglar va necha kunda tugatdinglar? 300 kvadratda 2 kishi ishladik, 15 kunda tugatdik. Yaxshi, 2 haftada tugatdinglar. 2 kishi ishlagan holatda. Xo'p, uyda egalaridan nima talab qilinadi? Uyda egalaridan ham kelishishga bog'liq, asosan devori shikatulka bo'lsa, bu hovlining devori shikatulka edi. Bizda travertin mahsulotlar hamma narsasini ichida qilib berdik. Faqatgina shu lisa bilan uzoqroq joyda bo'lsa, petani ham muammo bo'ladi. Xo'p, Javohir aka, bu kartamero fasoni necha puldan bo'lyapti kvadrati? Kartamera fasoni eng oxirgisi 110 ming, 100 mingdan ham qilib beramiz. Chunki bu 2 sloy bo'ladi. 90 mingliklari 1 sloy bo'ladi, lekin klassifikatsiyasi ham shunaqa, yo'q, faqat 1 sloy bo'ladi. Kartamera fasoni asosan 2 sloy bo'ladi aka. Laki, jimshugi, atachintos hammasi 2 sloy. 110 ming emas, 100 mingdan ham qilib beramizmi? Qilib beramiz. 100 ming so'mdan ichiga nimalar ketadi? Travertin ketadi, laki, atachintosi, jimshugi. Uyda egasidan boshqa uyda egasi faqat narsa talab qilinmaydimi? Fason qilaman desa, taygasini olib beradi. Taygasiga biz bir so'm pul olmaymiz. O'sha narxni kvadrat ichiga olib chiqarib beramiz. O, yaxshi. Do'stlar, qaranglar, amne deyaptilar usta akamiz. Mana taygadan
arka qilinganki turburchaklar. Mana shu shunaqa dizayn qildirmoqchi bo'lsalaringiz yoki deraza va eshiklarni girdiga shunaqa qildirmoqchi bo'lsalaringiz, Pinaplesdan olib berasizlar, bepulga yopishtirib beramiz. Bepulga yopishtirib beramiz. Yaxshi. Aka bitta mana shu, qarang. Bitta mana shu eshik, standartni eshigiga necha pullik ketadi material? 150 ming so'm ketadi. 150 minglik. Xo'p, endi bo'lmasa 100 ming so'mdan bo'lsa kvadrati barcha xizmatlar ichiga va usta haqqi ham ichiga. Usta haqqi ham ichiga. Yaxshi. O'zlaringiz qayerdansizlar va necha yildan beri bu sohadasiz? O'zimiz Kattaqo'rg'ondan 10 yil bo'ldi. Aka, obunachilarimga zo'r qilib berasizmi? Zo'r qilib. Siz nomingizdan chiqsa, bonuslar ham bor aka. Bonuslar ham qilib berasiz. Bonuslar ham bor. Yaxshi. Xo'p, eng minimum necha kvadratdan, eng maksimum necha kvadratgacha zakaz olasizlar? Kvadrat cheksiz ketaveradi, necha kvadrat bo'lsa ham farqi yo'q. Qayerlarga borib ishlaysizlar aka? Shu O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatdan uzoqmi, yaqinmi telefon qilaversinlar. Shunday. Yaxshi. Xo'p, aka, bu qilgan ishimizga endi necha yil garantiya beramiz? Bu qilgan ishimizga 10 yil garantiya beramiz. 10 yil garantiyasi bu. Aziz obunachilar, qaranglar qanaqangi chiroyli bo'lib turibdi xonadonimiz. Kafel xizmatlari hamda travertin xizmatlarini qilib beradilar. Qaranglar, mana arkani ichiga dojdek fasondan bo'lgan, juda chiroyli bo'lib turibdi. Xo'p, usta aka, travertin qildirishdan oldin devorimiz loyshuvoq bo'lishi kerakmi yoki qumshuvoq bo'lishi kerakmi? Uni farqi yo'q. Agar loyshuvoq bo'ladigan bo'lsa, bizlar ustidan 2 kilo kafelnikli tortamiz. Kafelnikini faqat olib beradi. Bizlar uni xizmat haqi so'ramaymiz. Kafelnikini olib bersa, tortib, jotib chiqib beramiz. Demak, kafelnikni surtib berasizlar, loyshuvoq ustidan. Kafelniklar uydiga sotib beriladi. Surtib berganingizga xizmat haqi olmaysiz. Yo'q. Yaxshi, mana o'zlarining ishi uchun surtyaptilar, to'g'ri. O'zimiz uchun. Chunki, o'zingiz uchun surtyapsiz. Xo'p, kafelniklar loyshuvoqni shu qumshoqqa aylantirib beradi. Shunday. Shunaqa desa ham bo'ladi, ha? Xo'p, aka, keyin bu devorimiz mana shu taraflari ko'pincha ko'p xonadonlar ko'rganman, qo'parilgan bo'ladi-da, qo'parilmaydi, nasib bo'lsa. Sho'r chiqsa yo'q qo'parilish mumkinmi? Sho'rga qarshi narsalarimiz bor. Ularni qo'llaymiz. Nasib bo'lsa sho'r chiqmaydi. Xo'p. Patchalar bilan chiroyli dizayn bo'lgan. Do'stlar, mana bemalol bog'lansalaringiz bo'ladi. Kafel xizmatlari ham bor. 100 ming so'mdan 150 ming so'mgacha ekan. Endi xonadonni hovli qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Keling, stop. Mana tashqari qismimiz do'stlar. Qaranglar, sizlarga 1x ga olib ko'rsataman, bir mazza qilinglar chiroyidan. Xo'p, mana shu oynadan boshlab tushuntirib o'tamiz aka. Tegalarni shunga bepulga yopishtirib berdik, ha? Tegalarni bepulga yopishtirib berganmiz, faqat Pinaplexni olib bergan bitta derazaga 130 mingdan tushgan mana shu tega. Mana shu bitta derazaga razmeri tegani 130 ming so'mdan tushgan ekan. Bu tega shunday travertin fasonda keladimi yoki nolovoy fasonda kelib ustiga sepiladimi aka? Nolovoy fasonda keladi, biz ustiga travertin sepib, atachunta qilamiz ustini, laklab qattiq bo'ladi. Xo'p, xonadonimiz 300 kvadrat. 13 kunda bitdi dediz-a? 15 kunda. 15 kunda. 2 haftaga bir kunda bitibdi. Xo'p, bu yerda qolib ishlagansizlar, menimcha. Ha, qolib. Qolib ishlaganlar. Uyda egasi sizga lisa olib berish kerak. Lisa olib bersak, lisani topishda muammo bo'lmaydimi yoki xarajati katta bo'lib ketmaydimi? Yo'q, aka, katta bo'lmaydi. Arzon lisalar. Arzon. Xo'p, tashqari qismiga ham quyosh tushib turgan joylarni ham ko'rsatib o'tamiz, mana. Bemalol mana shu ko'cha qismiga agar chang bo'lsa yoki loyli yomg'ir bo'lsa, shlang bilan mana sharoitlar bor ekan, kachalkalar, kranlar qilib qo'yilgan. Bemalol sepib, yuvsa devorga zarar o'tmaydimi? O'tmaydi aka. Devorning tagiga suv kirmaydimi? Yo'q. Yaxshi. Bemalol yuvsa bo'ladi. Usta bu, boya bonus dediz. Bonusiga nimalar kiradi? Bonusga ish derazalarni padagonligini kafel qo'yib beramiz. Kafel qo'yimish xizmati ichida. Bu bonusga. Bunaqa ishtihali hech qaysi travertin chiqgani yo'q. Bizlar mana bemalol artib, buni ustiga chiqib artib olsa ham bo'ladi. Shanaqa chang-pang bo'lmaydi. Sinmaydi, zo'r baquvvat bo'ladi. Mana shu kafelda padagonligiga qo'yib beribsizlar, aka? Shunday. Bu endi kafelda olib bersa qo'yib berasizmi yoki qanday bo'ladi? Olib bersa qo'yib beramiz ichiga. Hech qanaqa turmaydi bu kafel. Bo'ldi. Ko'pchilik tushunmay qolib, keyin nima zakaz berganlardan keyin bepulga qo'yib berdi masala bo'ldi-da endi. Yo'q, agar kvadrat kattaroq bo'lsa, o'zimiz hisobimizdan qo'yib beramiz buni. Agar kvadrat kattaroq bo'lsa,
Bo'ldi. Ustobo endi ko'cha tarafni ko'rsatib o'tsak, mana do'stlar. Ustobo bu o'zi ikkita xonadon bo'lganmi? Ikkita xonadon, ha. Ikkita xonadon, ikkita aka-ukaniki menimcha. Shunday. Bittasini ayvon qismi bitgan, bittasini hali bitmabdi, lekin ko'cha qismi fasadni polni travertin qilingan tayyor turibdi ekan do'stlar. Xo'p, ko'cha qismiga ham shu bir xil dizayn bo'ldimi Kartamiro? Bir xil dizayn ko'cha qismiga ham, ichiga ham bir xil dizayn bo'lingan. Kartamiro fasonda urib berganmiz. Xo'p, Javohir aka, bu ishimizni o'zi qachon tugatgansizlar? Qancha bo'ldi qilganlaringizga? Bu ishimizni bir 10 kunlab bo'ldi tugatganimizga 15 kun vaqt ketdi. Kafel xizmatini ham birdan qilib bergansizlar o'zlaringiz, ha? Hammasi ichiga. Yaxshi. Bonuslarni aytib o'tdilar. Mana bonuslari tashqarisiga ham podakonliklarga kafel qo'yilibdi, aziz obunachilar, mana kafellari. Xo'p, har bitta derazani tegasi 130 ming so'mdan tushibdi ekan. Agar derazalaringiz ko'p bo'lsa, agar sizga qimmat bo'lib ketsa, buni qilmasalaringiz ham bo'ladi. O'zlari chizib beradilar. Travertin o'zidan chizib tegani shaklini ham keltirsak bo'ladi. Shunday bo'ladi. Xo'p, aka, yana qanaqa fasonlar bor bundan tashqari? Kartamiro fasonimiz bor, Marmarino fasonimiz bor, Leonardo fasonimiz bor ekan. Mana yaqinroqdan ko'rsatsak, tashqari qismini ham fasonlari juda ko'p. Telegram gruppalaringizga bormi aka, fasonlar qilgan ishlaringiz? Bor. Nasib bo'lsa tashlab etsalar, tashlab bersangiz, o'shanga qarab fason tanlayveramiz. Kataloglari bor. Xo'p, do'stlar, bemalol bog'lansalaringiz bo'ladi, chiroyli qilib beradilar. Men nomdan chiqsalaringiz, mana bonuslari bor va pulini ham chiroyli qilib beradilar. Aka, sifatli qilib berasiz degan umiddaman obunachilarimga. Maksimalli sifatli va maksimalni tezroq qilib bersangiz juda ham sizdan xursand bo'lishadi va do'stlarga ham taklif qilaveradi, o'zingizning nomeringizni berib, cheris zakazlar bo'lib ketaveradi nasib bo'lsa. Zo'r qilib berasiz degan umiddaman. Xo'p do'stlar, video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Sherzodbek o'z bo'ldi. Uyimiz chiroyli bo'lgan, oppoqqina bo'lib, oq fasondan ham boshqacha fasonlar bor. Birinchi chiqqan maloshni travertinlarni ham, 3D fasonlarni ham qilib beraverasizlar. Shunday. Bemalol bog'lanaveringlar.